Tajribamizning nomi buyuret reaksiyasi deb ataladi. Ya'ni buyuret tajribasi bizga bunda kerak bo'ladi tuxum oqsili, natriy gidroksid eritmasi hamda mis sulfat eritmasi. Biz bunda birinchi bo'lib natriy gidroksid eritmasini tuxum oqsili ustidan qo'yamiz. Endi buni ustidan mis sulfat eritmasini qo'yamiz. Quyganimizda eritma ko'k rangda, sekin aralashtirganimizda esa binafsha rangda hosil bo'lishi kerak. Eritmamiz binafsha rangda hosil bo'ldi. Biz bunda ko'rib turibmizki, tuxum tarkibida albumin oqsili borligi. Agar binafsha rang emas, ko'k rangda qolganda tuxum tarkibida oqsil yo'qligini bilardik.